Shaxsiyati uyg'un bo'lmagan juftlar har qanday holatda ham bir-birlarini xafa qilishlari mumkin. Har insonni yillar davomida shakllangan stereotiplar, qoliplangan dunyoqarashlari, fe'li, munosabatlari bo'ladi. Turmush qurmoq juftingizni qoliplangan dunyoqarashlarini hayotingizning bir parchasi holiga keltirmoqdir. O'zingizni xulq-atvoringizga munosib birini tanlab, mustahkam bir oila sari qadam tashlashingiz mumkin. Shubhasizki, shaxsiyatimiz yillar davomida shakllangan, rivojlangan. Biri tartibli, biri tartibsiz. Biri boshqalarni o'ylaydi, biri faqat o'zini o'ylaydi. Chiday olmaydigan darajada farqli. Boshqa olamdan kelgan juft bilan bir yoqadan bosh chiqarmoq juda mashaqqatdir. Turmush munosabatlari tenglik harakatlari asosida davom etadi. Uyg'unlik, mutanosiblik bo'lishi kerak. Er toqqa, xotin boqqa qarab ketadigan bo'lsa, o'rtadagi arqon uzilishi tabiiy holat. Fikrlaringiz mutlaqo bir xil bo'lsin demayapmiz, lekin orada jarlik bo'lishi kerak emas. Har holatda, har bir voqeada tushunmovchilik, har chiqqan masalada ziddiyatlar bo'lishi sog'lom holat emas. Shunday buzuq insonlar borki, ular bilan munosabat qurishni iloji yo'q. Ular hamma narsani buzishadi. Munosabatlarni, huzurni, xotirjamlikni, hammasini. Ular teskari tushunishadi, teskari qaraydilar. Har qanaqasiga teskari pozitsiyalarida ko'rinaveradilar. Kichik bir masalani kattalashtiradilar. O'zining ichiga berkinib olib, yechim yo'llarini qulflaydilar. O'ziga ishonmaydigan, qadr-qiymatini, hurmatini, chegarasini bilmaydigan insonlar shunchalar ko'pki. Afsuski, bular yuqumli va ba'zan bizlarga ham ta'sir qilib, muvozanatimizni buzib yuborishadi. Keling, ana shular haqida birgalikda o'ylab ko'ramiz. Qizning uyiga uni so'rovchilar kelib turadi. Qiz nimadandir qattiq o'ylangan, kayfiyati yo'q, davomli qovog'ini solib yuradi. Hech yuzi ochilmaydi. Injiqlik bilan, araz bilan atrofidagilarni ham bezdiradi. Qizni bu harakatlari sababli uni yoqtirmasdan ketishadi. Keyin u yana o'ychan, battar xafa bo'lib yuradi. Bir ayol qallig'ining o'tmishini, uning tungi chirkin hayoti, ichkilik, buzuq xotinlarga ishtiyoqmand ekanini, deyarli barcha gunohlarni qilib chiqqanini o'rganibdi. Lekin u odam tugadi, hammasi bitdi. Ortiq huzur halovatda yashashni istayman der emish. O'tmishdagi bir nechta ayoldan huzur topa olmagan odamni birgina u bilan huzur topa olishiga, birgina o'zi bilan nihoyalanishiga ishontirmoqda. Va ayol unga rozi bo'lyapti. Turmush qurmoqda va oradan ko'p o'tmay o'zini foydalanib otib yuborilgan ayollar safida ko'rmoqda. Oilaviy to'siqlar. Zolim va mas'uliyatsiz ota-onalar haqida gapirmoqchi emasman. Bizlarni ham mehr-muhabbatga to'la ota-onalar yetishtirdilar, yedirib ichirdilar, kiyintirdi, o'qitdi, voyaga yetkazdi, odam qildilar. Birozgina o'ylab ko'raylik, kelajakka qarashga harakat qilaylik. Ularning nima uchun shunday qilayotganliklarini mulohaza qilib ko'raylik. Afsuski, qanchadan qancha ota-onalar mustahkam oila qura olmaganlar. Qancha ota-onalar esa xatolarni to'g'ri deb o'ylab, farzandlarini noto'g'ri yo'naltirib qo'yadilar. Nechalari esa farzandiga sohib chiqib himoyasiga olish, qo'llab-quvvatlash kerak vaqtda uning o'rniga boshlariga balo bo'ladi. Bular ham imtihonimizdir. Turmush qurish yoshga yetganingizda va ilk qadamlarni tashlaganingizda ota-onaning xavotirlanishi bu tabiiy holdir. Siz turmush quradigan o'sha kelin yoki kuyovni oilangizdagilar iliq qarshi oldilarmi? Madaniyat va qarashlaringiz bir-biriga uyg'unmi? Bir-biringizni hurmat qilasizmi? Ertaga ajrashib ketib, o'rtada bolalarni yetim va sarson qilmaysizlarmi? Na ota-onaning turmush qurishingiz bilan bog'liq buyruqlariga tobe bo'lmoq va na barcha gaplarini inkor qilmoqlikda arosatda qolasiz ba'zan. O'lchovimiz Allohning buyurganlari chegarasida bo'lishi lozim. Agar ular bizni Allohga isyon qilishga chaqirayotgan bo'lsa, unda ularga itoat qilinmaydi. Lekin undan boshqa holatlarda sabr bilan quloq solishimiz kerak. Balki biz ko'rmayotganlarni ular ko'ra olayotgandir. Balki ularning soyasida nomzodning yaxshi yoki yomon taraflarini bilib olarmiz. Nima bo'lganda ham turmush qurish yo'lidagi munosabatlarimizni aslo va aslo ulardan yashirmaylik. Munosabatlar oiladan sir saqlanadimi? Normal shartlar ostida bizlarni voyaga yetkazgan ota-onamiz biz ozuqa olgan ildizdir, himoya qiluvchi qalqonimizdir. Ayniqsa qiz bolaga nisbatan oxirgi vaqtgacha oilasini unga sohib chiqishi va himoyasida bo'lishi juda muhim masaladir. Hatto hayvonlar ham o'ljalarini avval uni qo'riydigan galasidan, suruvdan, atrofidagilardan ajratib oladi. Bir psixopat sizni yolg'izlatishga, atrofingizdagilardan ajratib olishga izn bersangiz, tishlarini qalbingizga botiradi, qutula olmaysiz.
Oila fojialarining tamalida bir o'zi pinhona, yolg'iz harakat qilishlar yotadi. Inson ijtimoiy borliq bo'lgani uchun hatto taomini oilasi bilan birgalikda yerkan, qanday qilib ko'ngil munosabatlarini uydagilardan yashirin saqlashi mumkin? Universitetda o'qiydigan qiz kechqurun kech soatlarda kafeda erkak kursdoshlari bilan qahqah otib o'tiribdi. Telefon jiringladi. Yonidan o'tib ketayotib qulog'imga chalingandi. Dadajon, bugun rejadan tashqari sinov bo'ldi. Kech qolib ketdik. Hozir endi tugataman, yo'lga chiqaman dedi. U ota bor yo'g'ini berib o'qitaman, olimalar safiga qo'shaman degan qizini yigitlar bilan o'tirgani va otasini bemalol aldayotganini bilsa, qanday ahvolga tushar edi? Tasavvur qilib ko'rdim. Birorta hissiy munosabatlar bo'lishi mumkin, zinoga qadar borib yetadigan. Yoki oilalar shu darajada qarshi bo'lishadiki, natija fojia bilan tugashi mumkin. Qattiq bog'langan munosabatlarni azobini chekib yuraverasiz. Alloh bunday kunlardan asrasin. Oilangizdagilarni bilishi nomzodni noto'g'ri inson ekanini o'rganishingizni ertaroq ta'minlashi mumkin. Munosabatingizni axloq va odob doirasida ketishga sabab ham bo'lishadi. Agar qilmishlaringizga tashxis qo'yadigan, so'rab surishtiradigan odam bo'lmasa, shayton nafsingizdan tutib olib sudiraveradi. Xayrli bir avlod, yaxshi farzand oilasidagilardan hech narsani yashirmasligi kerak. Ayniqsa hissiy munosabatlarini. Yana takrorlayman, ayniqsa qiz bolani oilasidagilarning himoyasiga ehtiyoji bor. Oilangizdan siringizni qachon yashirishingiz mumkin? Oiladagilar axloqsiz bo'lsa, tushunadigan dunyoqarashda bo'lmasa, urushqoq, janjalkash, ruhiy holatlari joyida bo'lmasa, unda turmush qurish rejangizni yashirishingiz mumkin. Aqlli va bilimli yaqinlar, atrofingizdagi boshqa insonlar bilan kengashish, maslahatlashish mumkin.